Assalomu alaykum, hurmatli O'zgan Retro kanalining obunachilari, hurmatli do'stlarim, hurmatli hamshaharlar, butun respublikamizda va O'rta Osiyoda yashayotgan qadrdonlar. Men bugun bu podkastni srochni chiqarishimdan maqsad shuki, men O'zgan Retro kanalini admini, ya'ni avtor bo'laman. Menda videoda qanaqaki kanalda videolar qo'yilgan bo'lsa kanalda hammasini o'ziga yarasha ruxsat olingan avtorskiy huquqlari bor. Juda ko'plarini o'zimiz kameraga tortganmiz. Lekin yaqinda bir yarim oy, 2 oyda buyog'ida may oyini boshlaridan bir Samozvanis Ulug'bek O'zgan degan kanal chiqarib, butun meni videolarimni qo'yyapti. Men YouTube'ga arz qilib 2-3 ta kanal yo'qottirdim, udalit qildirdim bunday aytganda. Endi bilmayman bundan buyoqqa yana nima ish ko'rsatadi, nima ish qiladi. Inson degan ozgina uyalish kerak-da. Masalan, men kanalda birorta bir boshqa kanaldan video olib qo'ygan bo'lsam, tagiga avtorini yozib qo'yganman. Mana bu Palonchiyevning kanalidan olindi deb yozib qo'yaman. Bu odam indamasdanlar, bir og'iz so'ramasdan, boshqa qilmasdanlar bilgan ishini qilib, shu men videolarimni, men nomimni sotib Ulug'bek O'zgan deb, Ulug'bek O'zgan Ulug'bek O'zgan shuna qilib bittasini udalit qilsa, ikkinchisini boshlab shunaqa ishlar qilyapti. Hurmatli obunachilarim, meni kanalimni nomi O'zgan Retro. Hech qanaqa Ulug'bek, unaqa degan kanal yo'q menda. Shuning uchun podpiska qilmanglar, like ham bosmanglar, bunaqa qilib soxta kanal chiqaradigan bo'lsa. Ana shu o'rinni Ulug'bek 1, Ulug'bek 2, Ulug'bek O'zgan degan kanallar menda yo'q umuman. Meni bitta kanalim bor. Undan 1 so'm ham pul topmayman men. Shu sizlarni xursand bo'lsin deb qo'yayapman. Uni ham bo'lsa nomi O'zgan Retro. O'g'ri, men senga konkretniy bitta gapni aytib qo'yay. Men seni ayadim shu 3 safardan beri. Bundan keyin IP adresingni UKMga tekshiradi. UKMga yozaman жалобni. Men bu YouTube'dan hech qanaqa 1 so'm pul topmayman. Shu O'zganimizda ham shunaqa insonlar bor ekan, o'zbeklar bor ekan, shunaqa yaxshi retro konsert oldingi videolarni qo'yib turadi. O'tib ketgan odamlarni yod qilib turamiz, milliy qadriyatlarimizni saqlaymiz degan maqsadda yaratilgan kanal bu. Sen buna qilib bizni nomimizni sotib o'g'illik qilib tursang, senga boshqa ish yo'qmi bunday aytganda? Bu senga oxirgi ogohlantirish. Bundan keyin shundaylar video qo'yayotgan mahalingda borib turib, ushab turib kerakli yerga tiqadi seni. Xo'p, hurmatli obunachilarim, xafa bo'lmaysizlar, ozgina qizishdim. O'zi qizishadigan ham gap, o'zi qizishadigan narsa bu. Sabab bu o'g'illik, ochiqdan oydin. Meni nomimni qo'ymay chiqarib, bir iltimos qilib, Ulug'bek aka, shu mana videolarni qo'ysam maylimi desa ham mayli edi, yo meni avtorlikni nimani ko'rsatsa ham mayli edi-da, men Ulug'bek akaning kanalidan O'zgan Retrodan qo'yildi deb. Bu ochiqdan oydinlar shundaylar qo'lingdan nima keladi deganday qilib bu narsalarni qo'yyapti. Men qo'limdan kelgan narsani nima qilganingda sen yig'lab qolasan. Xo'p, yaxshi qolib turinglar, salomat bo'linglar. Men bu gaplarni barcha obunachilarimga va mana bu o'g'riga atab aytdim. Qizishgan bo'lsam kechirasizlar.